Bu shunaqa zo'r vitaminlarimiz kelgan. Bu farzandlarimiz uchun, ya'ni hozirgi kunda bilasizlar, hamma narsa vitaminlar bilan bog'liq bo'lib qoldi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarimiz uchun sochi yaxshi o'smayotgan bo'ladi. Hasib solgin, bu narsa qilgan yo'q. D3 sarg'ayib tug'ilgan bolalarimiz D3 ertalab 10 gacha D3 2 tomchidan ichiriladi. Farzandlarimizni sochlarini yaxshi o'stirib beradi, baquvvatlashtirib beradi, kasallikni oldini olib beradi. D3 ni уже 1,5 yosharlikka xuddi shu narsalar xususiyatlarga ega beradi, immunitetni ham zo'r ko'tarib beradi. Shirinliklarga o'ch bo'lgan farzandlarimiz mana bu shirinliklarni to'xtatib beradi, immunitetini zo'r ko'tarib beradi. Shamollashlari bor farzandlarimizni ham tez shamollab uradigan, immuniteti past farzandlarni ham immunitetlarini zo'r ko'tarib beradigan omega 3imizni e'tibor berasizlar, hammasi halol sertifikatiga ega. B6, ya'ni farzandingiz asabiy, yig'loq, aytganini qildiradigan farzandlar bo'lsa, miya faoliyatini yana ham kuchaytirib berish kerak bo'lsa, autizmni oldini olish kerak bo'lsa, mana shunaqa magniy B6 ichishlari mumkin. Bu kattalar uchun detskiy podrastковый yoshgacha detskiy vitaminlarimizdan hisoblanadi.